Guldiroz qarsaklar bilan sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Qarsaklarimiz eshitmayapti aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum mana bu. Hamida Bey, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Keldik biza sizga aytmasdan. Sizni bugungi shuhratimiz bilan, sizni bugungi tavbali bayonimiz bilan tabriklash maqsadida millionlar muxlislarni qabul qilib kelayotgan Mehribonimdan tabrik loyihasi sizni qarshisida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shuhrat kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Hamida aka, agar ruxsat bersangiz, hamma tug'ilgan kun sohibalariga beradigan savollarimizni sizga ham bermoqchiman, maylimi? Bugun xursandchilik kuningiz, tavbalat ayomingiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuningiz, to'g'rimi? Bugungi mana shu shodona kunga Mehribonman tabrik loyihasi ijodkorlaridan kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizning xonadoningizda sizning qarshisida turibmiz? Sizga mikrofon. Sizga. Qizlarim, ne'mat o'g'lim, o'tir. Nechta farzandingiz bor? 6 ta manzara qizim bor. O'zining farzandlaringiz 6 ta. Hammalari kelgan bugun onajonlarning tug'ilgan kunlariga. Endi ismlar bilan sanab beramiz, maylimi? Kattalardan boshlaymiz. Katta farzandingiz. Katta Habba qizim. Habba. Bitta bo'ldi. Ne'mat o'g'lim. Ne'mat aka ikkinchi farzandingiz. Manzura qizim. Manzura opa. Maqsuda. 4 ta bo'ldi. Mahbuba. Mahbuba opa. Botir. Botir aka. Jami o'zining farzandlaringiz 6 ta. 6 ta. Endi bittalar tanlab olamiz. Bugungi mana shu xursandchilik kuningizga bizlarni jamoamiz a'zolarini qaysi farzandingiz taklif qiladi deb o'ylaysiz, Hamida opa? Bunda ne'mat o'g'lim qilgan. Boshqa farzandlaringizchi? Ucha qiladi. Qolgan farzandlar Hamida opa? Bittalari, onajonlarni ko'proq yaxshi ko'radigani qaysi farzandingiz? Ne'mat. Qolgan farzandlaringizchi? Qarang, baribir alohida bo'lib, bitta bo'lib ajrab turadi farzand bo'ladi o'yladi, to'g'rimi? Mayli, bitta qarzakchani qo'yamiz. 3-marta aytgan ne'mat o'g'lim deb. Bugungi mana shu tavbalat oyimizga, xursandchilik kunimizga bizning jamoamiz a'zolaridan hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishgan. Bugun onajonimizning tug'ilgan kunlari dedilar. Ne'mat aka Rossiyadan. Bugun onajonimizning shukrona kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlari. Bugungi mana shu shodona kunlarda biz farzandlarni onajonimizga o'zimizning bir kunlik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarni ko'taringlar. Yaxshi ko'rishimizni aytinglar. Ko'proq quvonch ulashinglar deb aytdilar. Xursandmisiz? Kayfiyatingiz ozgina ko'tarildimi? Nima gaplar bor farzandlaringizga? Mana shu kameramizdan hozir musofir turgan farzandlarni kuzatib turibdi. Rahmat. Qarsakchalik qo'yamiz farzandlarga bildirilgan ajoyib tilaklarga. Hamida opa, bugun biz ham bir narsadan xursand bo'ldik. Qarang, Mehribon farzandlar tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilibdi. Farzandlar tomonidan onajonlarga shunday bir e'tibor ko'rsatilgan ekan, bundan buyog'iga hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringiz bilan faxrlanib, mag'rurlanib yurish kerak. Tunlarni bedor bo'lib aytgan allalaringizga halol luqma terib farzandlarni voyaga yetkazib, niyat qilib ularni katta qilgan ekansiz. Bugun
farzandlar Ularga shukr. Ularga shukr. onajonimiz hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari nevaralari. Xudo xohlasa eyvallarga o'xshab to'rtib bo'lsin deb Hamida opa musoriyat yurgan farzandlar tomonidan ajoyibchilik to'rt kiyamiz. Ruxsatlaringiz bilan ushbu shirinligimizni ham 3 kecha sanab tabriklaymiz deb Hamida opaga topshirib qo'yamiz. Mehmonlarimiz bizga yordamlashadi. Tabriklarimiz so'zini ishlatishda kelishdikmi? 1 2 3 tabriklaymiz. 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 Yordamlashing. Duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Hammasi sizni borliging. Hamida opa, kayfiyatingiz endi anchagina ko'tarildimi? Hozir aytganimizdek, musofirlikda yurgan farzandlaringizni, oldimizda turgan farzandlaringizni duo qilishdan charchamasangiz, ular ham sizlarga mana shunaqa surpriz, mana shunaqa quvonch ulashishdan charchamaydilar. Rahmat. Rahmat. Ularga ham rahmat. Rahmat. Onayni do'stiga omon bo'lsinlar. Katta rahmat aytganingiz uchun. Bugun ushbu xonadonimiz markazida Hamida opamizni, Hamida onajonimizni tavbalot ayollar munosabati bilan birinchi tabrik so'zlarini farzandlaridan eshitamiz. Habiba opa kelgan bugun, Habiba opa. Sizlar assalomu alaykum. Sizlar ham farzandlaringiz bor? Nechta farzand bor Habiba opa? Hammalari kelgan bugun farzandlar. Farzandlaringizni ona sifatida kamol toptirib katta qilyapmiz. Hattoki nevaralaringiz ham bor, to'g'rimi? Sizni hamda sizni farzandlaringiz katta qilishda onajonimizni beminnat xizmatlari bor ekan. Bugungi ushbu kunlarda qaysidir bilan bugun tabriklab xursand qilamiz. Qachonlar aytilmagan tilaklar bilan bugun onajonimizni tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Onajon, bu yurak so'zini sizga bag'ishladim. Sizga bag'ishladim aziz onajon. Faqat boshimizga sog' bo'ling. Bizlarni baxtli qo'limizni ko'rib, xursand bo'ling onajon. Mana hozir chalib qo'yamiz. Rahmat. Navbatdagi farzandlarim, Mahbuba opa qizlari. O'sha ham shu yerdalar. Marhamat opajon. Sizlar ham bugun ajoyib tilaklar bilan jannatingizda tabriklab rahmat aytib qo'yamiz. Bugungi Pesharo bayram bilan onajon sizni chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim dunyo turguncha turing, boshimizdan bag'at sog' bo'ling. Suyanganimiz, to'qimiz sizsiz onajon. Hammalar sizni xush xursandlikka ko'rib, dunyo turguncha turib, hammalar shunday kutib oling, bizga kiygan paytimiz, hammalar boshimizga sog' bo'ling. Yana qaysi gapimiz qolib ketdi? Onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun mikrofonimizga. Sizni yaxshi ko'ramiz. Qarsak arzinim sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplar. Rahmat. Navbatdagi farzandlar, Mahzuba opa qizlar ham kelganlar bugun. Mahzuba opa, ana endi sizga so'z beramiz. Keling, assalomu alaykum. Ajoyib tilaklar bilan bugun onajonimizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Onajonim, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Muborak umrlarni ko'prik ko'ring. Hammamiz boshimizga sog' bo'ling. Yana Niyatlaringizni niyatlarga yetib yuring. Hech qachon kasal bo'lmang. Bu havlaga yaxshi tuyulsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Birga ko'raylik. Sog' bo'ling. yana qaysimiz qolib ketdi? Yaxshi ko'raman. Eshitilmadi bu tomondagilarga gaplar. Ko'raman. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz. Quchoqlab ham qo'yamiz. Boldir aka ham kelgan bugun onajonlarim tug'ilgan kunlarga. Boldir aka o'g'illari. Boldir aka hamda Ne'mat aka Rossiyadalar, to'g'rimi? Qizlari shu bilan birga Manzura opa ham. Mayli. Bugun ushbu xonadonimiz markazida onajonimizni, opajonimizni xursandchilik kunlari, shodona kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlari, tavbalot ayolari. Shu munosabat bilan xursandchilik kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida hurmatli va aziz mehmonlarimizdan tabrik so'zlari eshitamiz. Kimlar kelishgan bugun? Yaqinlar, qarindoshlar, oila a'zolari, kelinlar, assalomu alaykum hammalaringizga. Kelinglar marhamat, hurmatli mehmonlarimizdan ham tabrik so'zlari eshitamiz. Kelinglar marhamat. Tugatamiz tadbirimizni. Tugatamizmi? Nasiyaga keling. Kelinglar, hech kimga bugun fizika, ximiyadan savol bermaymiz. Faqat
tabrik so'zlari bilan ajr niyatlarni eshitib qolamiz. Nilfarki. Tabriklash bepul. Ismlaringizni bilmayman-da, kelganimda yozib olsam bo'lar ekan hammalaringizni. Bitta chaqirardim. Menga keling. Nasib opa, keling. Qaysi bilan Nasib opa? Keling. Assalomu alaykum. Siz qaysi tomondan qarindosh? Men qaynonasi. Keling, yaqinroq kelmaydimi? Xudolardan da to'g'rimi? Bitta qasak chalib qo'yamiz xudolarga. Marhamat, mikrofoningizga Nasib opa. Xudojonimiz bugun tabriklab xursand bo'lamiz. Yanga keling. Xudolar hammalarni tabriklayman. Ular uzoq bo'lsin. Hamma farzandlar to'g'ri bislashgan. Nabiralar, kelinglar to'g'ri bislashgan. Ko'p yashang ko'yib, farzandlar uchun o'ntirib yurgan hamma. Uzoq bo'lsin. Ko'psini ko'ringlar. Hamma nabiralarni chimilg'ini yonida o'tirishtirgan aziz. Mana qasak chalib qo'yamiz. Rahmat. Xudolardan yana kim kelishyapti xudolardan? Keling. Keling. Assalomu alaykum. Keling atrof. Marhamat. Nabirajon doim sog' bo'ling. Chaskalaga yashash, kulaga birga o'tiraylik doim. Sizlar doim sog' bo'ling. Mana qasak chalib qo'yamiz. Rahmat. Yana tabrik so'zlari eshitamiz yaqinlarimizdan. Hurmat qilib bugun shuncha mehmonlarimiz kelishgan ekan. Kelinlarimiz chaqirgan deyaptilar. Keling. Mayli. Muhimi kayfiyatingiz ancha ko'tarildimi? Hozir aytganimizdek mana shu farzandlarni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zavqimiz yanada ortadi. Hamida nima gaplar bor musofirlik qilgan farzandlarimizga? Manzura qizimga ham rahmat. Yo'l sog' salomat kinodan kirib kelishni Xudo nasib aylasin. Bachalarini martabasi ulug' bo'lsin, mushiyam bo'lsin. Baxtini, salomatini ko'rishni Xudo nasib aylasin. Bachaginam men kasal bo'lmasin iloyim. Mayli. Rahmat. Qasak chalib qo'yamiz farzandlarga bo'lgan niyatlarga. Shu bilan birgalikda bugungi tug'ilgan kuningizni kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida qarang. Ikkita ajoyib ayib qolonlarimiz bor, kiyimiz bu tomonda ham bor. Qaysi ashyoga bugun hamda bir siz boshligingizda raqs ashamiz. Qaysi ashyoga? Davralarda o'ynasam. Bu kishilar so'radi. Qaysi ashyoga raqs ashamiz bugun? Ayollar. Olaysan onam, mo'tabar onam, yana qachon o'ynaysiz onajon o'ynaysiz.